Xo'p, bugungi kunda eng qimmat narsa nima? Bu neft emas, bu qanaqadir oltin yoki qanaqadir pul qiymati emas. Bu siz o'ylagan Bitcoin yoki qanaqadir kriptovalyuta emas, bu odamni diqqati, ya'ni fokusi. Hozirgi kunda milliardlab pullarni katta kompaniyalar bizning diqqatimizni olish orqali ular pul ishlashyapti va ular orasida juda ham katta raqobat ketyapti. Raqobat nima ustida bo'lyapti? Har bitta odamni diqqatini ushlab qolish ustida bo'lyapti. Ular hech qanaqa neft qazib olish yoki bir qanaqadir qazilma boyliklarini chiqarish yoki bir qanaqadir blokcheynlar haqida gap emas. Faqatgina sizni o'zingizni diqqatingizni ushlab qolish ustida ular juda ham katta pul sarflashyapti va uni orqasidan yaxshi pul ham topishyapti. Keling, endi sizga bitta savol beraman. Siz oxirgi marta qachon bitta kitobni o'qib tugatdingiz? Siz aytishingiz mumkin, men har doim bitta kitob o'qiyman, har oyda yoki har haftada bitta yangi kitob o'qiyman deyishingiz mumkin. Bu zo'r, bu yaxshi. Endi sizga ozgina savolni filtrlab beraman. Siz oxirgi marta qachon bitta kitobni o'tirib 1 soat davomida hech nimaga chalg'imasdan, internetga kirmasdan, telefonga qaramasdan yoki bir odamlar bilan yozishmasdan 1 soat o'tirib kitobni o'qidingiz? Agar xuddi shu ishni doimiy ravishda qiladigan bo'lsangiz, ishoning, siz hozirgi kunda kamayib ketayotgan insonlar qatoridasiz va siz o'zingizni bemalol boshqalardan ajralib qizil kitobga kiritib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sababi bunaqa insonlar hozirgi kunda juda ham kamayib ketyapti. Chunki har bitta odamni diqqati, har bitta odamning e'tiborini o'zi tortish juda ham qiyin bo'lyapti. Bo'lib ham kitobga. Siz aytishingiz mumkin, agar siz kitob o'qimaydigan inson bo'lsangiz, o'zi kitob o'qimaganman, kitob o'qish men uchun qiyin deydigan bo'lsangiz, sizga buni oddiy misol qilib aytaman. Siz yoqtiradigan kinoni doim ko'rasizlar, doimiy ravishda kuzatib kelasizlar. Qachon kinoni pauza qilmasdan yoki 2x ga tezlashtirib ko'rmasdan yoki uni o'tkazib yubormasdan qachon ko'rdingiz? Agar siz o'shanaqa doimiy ravishda to'xtatmasdan o'zini maromida ko'rayotgan bo'lsangiz ham, siz hali ham diqqatda o'z joyida insonsiz. Lekin agar unaqa tezlashtirib 2x da yoki orasini o'tkazib ko'rayotgan bo'lsangiz, ishoning, sizda ham bu muammo uchrayapti. Va orasida kerak bo'lsa pauza qilib, telefonimizga hech qanaqa xabar kelmasa ham, bir Instagramga yoki bir qanaqadir bir platformalarga kirib, Telegramga kirib, o'zimizni bir orada chalg'itib olamiz. Sababi bu bizning diqqatimizni bitta joyga qarata olmaganligimizdan. Endi bugungi asosiy mavzuga men sizga ozgina kirgizib oldim. Bu yoqda men sizga ozgina yana tushuntirib, chizib, ma'lumotlarni beraman. Sizga yana bitta narsani aytib qo'yay. Men hech qanaqa psixologlikka yoki bir qanaqadir bir ilmiy nazariyaga da'vogarlik qilib sizlarga bu narsani aytish uchun chiqqanim yo'q. Bu narsa o'zimda qiziq, o'zimda juda ham atrofimda uchrayapti. Ko'pchilikda bu muammoni ko'rganim uchun, o'zimda bu muammo bo'lganligi uchun bo'lishga qaror qildim. Bu ma'lumotlarni qayerdan oldim desangiz, kamida bir kun vaqtim ketdi. Amerikadagi psixologlar to'plagan maqolalar, tezislardan, ulardan ma'lumot oldim, internetda ma'lumot oldim, har xil kitoblardan ma'lumot to'plab, mana shu ma'lumotlarni endi sizlarga doskada kerak bo'lsa tushuntirib, chizib bermoqchiman. Shuning uchun siz bu narsani agar uxlamoqchi bo'lib ko'rayotgan bo'lsangiz, yotganingizda ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos bu videoni ko'rmasligingizni, hozir ko'rmasligingizni tavsiya qilaman. Sababi ochig'i men bilaman, bu videoni aynan kerakli insonlar ko'radi. Bu qanaqadir million prosmotr bo'lib ketmasin yoki hamma inson ko'rishi shart emas. Aynan mana shu ma'lumot qiziq bo'lgan, aynan mana shu ma'lumotdan foyda oladigan inson o'ziga kerak bo'lsa bu videoni ko'radi. Birinchi navbatda bu videoni ko'rib va bundan foyda oladigan inson menga muhimroq hisoblanadi. Prosta o'zimga qiziq bo'lgan ma'lumot va sizlarga ham bu narsani bo'lishmoqchiman. Xo'p, unda videoni boshlaylik. Xo'p, birinchisi evolyutsion psixologiya. Evolyutsion psixologiya nima deyishingiz mumkin? Keling, men sizga hozir buni osongina qilib tushuntirib beraman. Miyamizda nimadir narsalarga rivojlanish, ya'ni sezgi xususiyatlari bundan 200 ming yil oldin taxminan paydo bo'lgan ekan. O'sha vaqtlarda bizning tanamizda, misol uchun, o'zi miyamizda qanaqadir yangi ovozni eshitsak, bu xavf yoki qanaqadir yangi odamni ko'rsak,
Bu yangi imkoniyat yoki undan biz zarar ko'ramiz yoki undan foyda ko'ramiz. Ya'ni o'sha qabila bo'lib yashayotgandagi bo'layotgan nazariya bu. Yangi joyga borsa qanaqa ovqat yoki bir imkoniyatlar yoki bir qanaqadir bir yanada foydaliroq nimadir olaman deydi. Ya'ni bu yoqda miyamiz paydo bo'lganda mana shu 200 ming yil oldin mana shu funksiyasi o'zi paydo bo'lgan. Ya'ni har qanaqa yangi narsaga biza muhim narsa deb qaraymiz. Xuddi shunaqa xavf deb o'ylaymiz yoki imkoniyat deb o'ylaymiz yoki ovqat deb o'ylaymiz. Mana shu narsa bizga chiqaveradi-da. Xuddi shu narsa bizda Instagram, TikTok, boyagi shortslar bo'ladiki, qisqa videolarimizda aynan mana shu narsa juda ham zo'r ishlayapti. Bu narsadan ko'rib turibsizki, bu yoqda bu platformalar orqasida juda ham kuchli psixologlar ishlayapti. Balki men o'zim shu psixologlarni ma'lumotlari, maqolalaridan bu ma'lumotlarni olgan bo'lishim mumkin. Chunki eng kuchli psixologlar bu kompaniyalarda juda ham katta summada ishlashadi. Aynan mana shu ma'lumotlar ham juda ham tasdiqlangan maqolalardan olingan hisoblanadi. Shuning uchun bizada Instagram, YouTube'dagi shortslar yoki Instagram, TikTok'dagi chiqadigan qisqa videolarimiz har 5 sekundda yangi kelavergandan keyin bu muhim kelaveradi-da, tushunyapsizmi? Ana shuni hisobidan biza o'zi miyani ishlash funksiyasi shunaqada. Bu yoqda miyani hech qanaqa aybi yo'q. Miya har doim yangi narsa qiziq. Bu yoqda bu platformalar aynan mana shu narsadan foydalanishadi. Xo'p, endi ikkinchisiga o'tsak. Xo'p, bu yoqda ikkinchi asosiy narsa dopaminni noto'g'ri tushunish ekan. Ya'ni bizani miyamizda har doim eshitganmiz, hozir Instagramga kirsam yoki telefonni ushlasam, salgina dam olamiz yoki hozir biz Instagramda reels ko'rsam dopamin chiqadi, misol uchun o'zimni erkin his qilaman degan fikr kelar ekanda. Bu o'zi isbotlanmagan fakt ekan. Ya'ni bizda qanaqa bu dopamin qachon ajralib chiqar ekan? Biz telefonni olib, telefonni olgunimizcha o'zi kutarkanmiz. Ya'ni aynan mana shu, misol uchun tasavvur qiling, siz ish qilyapsiz yoki kitob o'qiyapsizda, o'zi miyangizga aytib qo'ygansiz, hozir telefonni olaman, telefonni ko'rib Instagram ko'raman degan narsa orasida bir 5 minut yoki 10 minut davomida biz kutamiz-ku. Ya'ni mana shu kitob o'qiyapmiz, kitob o'qiyotgan joyimizda mana bu yerda telefonda biz orasida 5 minut vaqt bor. 5 minut vaqt ichida biz mana shu yoqda o'ylab qo'yganmiz. Hozir ozginadan keyin biz telefon olamiz. Aynan mana shu orada ozgina vaqt, ya'ni 5 minut ichida o'tish vaqtida biz kutadigan vaqtimizda bizda dopamin ajralib chiqar ekan. Aynan mana shuni hisobidan biz keyin Instagramga, Telegramga yoki qanaqadir videolar kirishga ko'rganimizda undan maza qilar ekanmiz. Lekin bizning dopaminimiz mana bu orada ajralar ekan. Ya'ni biz o'zimiz mana bu kitob o'qiyotgan vaqtimizda yoki biror narsa bilan band bo'lgan vaqtimizda o'zimizga o'zi buyruq berib qo'ygan bo'lar ekanmiz-da. Shuning uchun biz ko'pchilik eshitganmiz noto'g'ri faktni. Men hozir telefonni olsam, men ana u bo'laman. Misol uchun o'zimni erkin his qilaman, baxtli his qilaman, qanaqadir bir boyagi tashqi tarafdan muammolardan qutulgandek his qilaman der ekanmiz. Lekin bizda asosiy bizani aldaydigan narsa o'zimizni aldab qo'yar ekanmiz. Bu hech qanaqa telefonga kirsak yoki shorts ko'rsak, video ko'rsak, u keyingi sabab. O'zi men bu yerda agar mana shu gapni hozir men telefonni ochib kirib ko'rsam, maza qilaman degan narsani agar o'ylamasak, bu unchalik bizga maza bermas ekan. Shuning uchun bu yoqda biz o'zimiz ozgina aldab qo'yar ekanmiz. Xo'p, uchinchisiga keldik, o'zgaruvchan mukofot. Bu inglizchadan tarjima bo'lgani uchun ozgina e'tibor bermaysizlar. Shunaqa sizlar noodatiy so'z tuyulishi mumkin. Buni ma'nosini ozgina tushuntirib beraman. Biz Instagramda hozir men noodatiy qilib bu narsani tushuntiraman. Ya'ni sizni hayotingizda qimor o'ynaganlarni eshitgansiz, balki ko'rgansiz. Ya'ni hayotimizda juda ham ko'p, misol uchun qimor bilan bog'liq narsalarni ko'rib turibmiz hozirgi kunda. Qimor bizani har safar yutaman degan fikrga olib keladi. Bilasizmi? Aynan mana shu qimor Instagramdagi reelslar bilan juda ham bog'liq ekan. Hozir siz o'ylashingiz mumkin, bu qanaqa gap bo'ldi? Qimor bilan Instagram bir-biri bilan qanchalik uzoq deyishingiz mumkin. Qimorda har safar yutaman degan fikringiz bor. Hozir yutmasam, keyingisida yutaman. Bugun yutmasam, ertaga yutaman degan fikringiz bor-ku, xuddi shunaqa Instagramda ham bo'lar ekan. Agar biz Instagramda video ko'rganimizda 100 ta videodan 95 tasida bizga yoqmas ekan. Shundan ichidan 5 tasi bizga yoqar ekan. Ya'ni biz ana shu 100 ta video ko'rar ekanmiz, ichidan 5 tasi bizga yoqar ekan. Ko'ryapsizmi? Lekin biz ana shu 5 ta videoni qidirish uchun qayta ko'rar ekanmiz. Videolarni o'tkazib o'rar ekanmiz. 5 ta videoni topish uchun biz 100 ta video ko'rar ekanmiz.
Ko'ryapsizmi? Qimorda ham xuddi shunaqa. Qimorda ham har doim biz yutmaymiz, lekin orada bir marta yutganimizda biz aynan o'sha yutish uchun qayta o'ynaveramiz. Men uchun aynan bu ma'lumot men uchun juda ham qiziqarli bo'ldi. Menimcha siz uchun ham bu juda ham bir boshqacha ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. To'rtinchisi, diqqatni bo'linishi, bilasizmi, avval faqat nima bilan bo'lgan? Faqat kitob o'qiganmiz yoki asosida televizor chiqqan, kitob televizor bilan bog'liq bo'lgan. Lekin hozirgi kunda nima? Telegram, Instagram, kimdir kitob o'qiydi, kimdirga xabar keladi, kimga telefon keladi, kimdirga qo'ng'iroq bo'ladi. Har bittasida bizning diqqatimiz buziladi. Har bitta bizning diqqatimiz buzilganiga biz pul to'laymiz. Ya'ni qanday qilib bo'ladi? Tasavvur qiling, vaqt bilan biz pul to'laymiz. Tasavvur qiling, birinchi vazifa, ikkinchi vazifa. Agar biz birinchi vazifadan ikkinchi vazifaga o'tganimizcha, birinchi vazifani bir qismidan, aynan mana shu bir qismini olamizda, ikkinchi vazifaga o'tkazar ekanmiz. Ya'ni aynan ikkinchi vazifaga to'liq birdaniga diqqatimiz bilan o'tib keta olmas ekanmiz. Birinchi vazifasini bir qismini ikkinchi vazifaga olib o'tkazar ekanmiz. Tasavvur qiling, endi siz uchinchi vazifani yana qo'shyapsiz. Orada buni boshladingiz, buni tugatmasdan ikkinchi vazifaga o'tdingiz. Ikkinchi vazifaga o'tganda o'zi birinchi vazifani bir qismi bilan o'tgansiz. Endi tasavvur qiling, bu bilan ham ozgina chalg'idingizda, endi uchinchi vazifaga buni bir qismi bilan o'tyapsiz. Ya'ni har bitta vazifaga o'tganimizda biz to'liq vazifaga o'tmas ekanmiz. Va o'tganimizda ham bizga vaqt bilan u narsaga, ya'ni diqqatimizga pul to'lar ekanmiz. Shuning uchun menimcha e'tibor bergan bo'lsangiz, kitobni o'qiyotgan bo'lsangiz, kitob o'qiyotganlar bu narsani bilishi mumkin. Kitobni boshida 5 minut, 10 minut, 20 minut, balki yarim soatlab ham kitobda nima o'qiysiz, varaqdan varaqqa o'tib ketaverasiz, lekin nima yozilganiga e'tibor bermasdan o'tib ketasiz. Lekin keyin yarim soatdan keyin bu kitobni ma'nosini tushuna boshlaysiz. Xuddi shu narsa bu yoqda ham ishlash mexanizmi mana shunaqa. Birinchi vazifadan ikkinchi vazifaga o'tdingizmi, orada birinchi vazifani qismi bilan o'tib ketasiz. Ikkinchi vazifadan uchinchiga o'tdingizmi, mana bu qismlar bilan birga o'tib ketasiz. Tushunyapsizmi? Har bitta qism bo'lib ketib, bizning diqqatlarimiz bo'linib ketaveradi. Boyga aytganimdek, Telegram, Instagram, qanaqadir qo'ng'iroq yoki xabar kelishi, bizlar bilan kimdir tashqaridan muzika kelishi, kimdir shovqin solishi, har bittasi bizning diqqatimizda bo'ladi va har biri uchun biz pul to'laymiz. Ya'ni vaqtimiz bilan pul to'laymiz. Xo'p, 5-inchisi bu sabrsizlik. Keling, sabrsizlikni men sizga o'zimizda bo'lgan qanaqadir bir voqea bilan sizga eslatishga harakat qilaman. Biz yoshligimizda kino ko'rganmiz, DVDlarda kinolar ko'rganmiz, qanaqadir bir konsertlar ko'rganmiz. Eng qizig'i, televizorda bo'ladigan kinolarni bugun bir qismini ko'rdikmi, ertaga 24 soat o'tgandan keyin, misol uchun kechqurun 8 da kinoni ko'rgan bo'lsak, ertaga kechqurun 8 da kutganmiz. Kerak bo'lsa, orada 2-3 kunlab qo'yilmasa kinolar, 2-3 kunlab sabr qilib kinolarni ko'rganmiz. Ora-orada, ya'ni kinolarning orasida reklama qo'yilsa, reklamalarni o'tkazib ko'rmaganmiz. Qanaqa reklama qo'yilsa, reklamalar ham oxirigacha ko'rilgan. Shuning uchun o'sha vaqtlarda televizorda reklama qilingan narsalar juda ham effekt bergan. Hozirgi kunga kelib, hozir sizga shunaqangi bir achinarli ma'lumot aytaman. O'zingiz ham hayron qolishingiz mumkin. Bizga kerak bo'lsa 1 soat, 2 soatlik kinolar, anularni diqqatimizni berib ko'rgan bo'lsak, hozir mana shu narsa 2 sekundga tushgan. Tasavvur qilyapsizmi? Hozir biz 2 sekund bitta narsaga e'tiborimizni qaratmas ekanmiz. Ya'ni bu narsada siz vahima qilib deyishingiz mumkin. Bu narsani men Instagram algoritmidan ko'rdim. Bizning e'tiborimizni tortish uchun avval 3 sekund bo'lgan. 3 sekund ichida sen odamning e'tiborini tortsang, sening videolaring zo'r prosmotr oladi, yaxshi natija bo'ladi. Aynan mana shu narsa hozir 2 sekundga tushgan. Ya'ni siz hozir videoni agar 2 sekundga odamning e'tiborini ushlab qolmasangiz, bo'ldi, videongiz ko'rilmaydi. Ya'ni bu juda ham achinarli holat. Tasavvur qiling, bu ketsa, odamni diqqatini tortish, ya'ni odamni bitta joyga diqqatini qaratish juda ham qiyinlashib ketadi. Ya'ni u Instagram yurg'izadiganlar tomoniga emas, ya'ni bu odamning o'zi uchun ham juda ham achinarli holat hisoblanadi. Men o'ylashim bo'yicha bunaqa holatda biz o'zimizni diqqatimizni to'g'ri nazorat qilmaydigan bo'lsak, bizani juda ham bir achinarli holat yaqin kelajakda kutyapti.
Xo'p, videomizni mana shu qismigacha ko'rib kelgan bo'lsangiz, men sizga bitta muhim ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Men Instagram blogim orqali doimiy ravishda qisqa ma'lumotlarimni istoriyalarim orqali, postlarim orqali bo'lishib boraman. YouTube sahifamga obuna bo'lib qo'ying va Instagram sahifamga obuna bo'lib qo'ysangiz ham, Instagramim ham orqali juda ham zo'r foydali kontentlarni berib boraman. Xo'p, unda videomizni davomini ko'rishda davom etamiz. Xo'p, 6-si nega videolarni tezlashtirib ko'ramiz? Menimcha aynan mana shu muammo 90% insonda juda ham katta problema bo'lsa kerak. Hozir men sizga buni tushuntirib beraman. Videolarni tezlashtirib ko'rganimizda ham 1.5x, 2x, agar Instagramlarda 3x bo'ladigan bo'lsa, bemalol 3x da ham ko'raveramiz-da biz. Hali ham Instagramda o'zi yozib qo'yishadi. 2x agar Z avlod bo'ladigan bo'lsa, tezroq ko'rmoqchi bo'lsa yoki qanaqadir videoni tezlashtirib ko'rmoqchi bo'lganlar uchun deb 2x deb yozib qo'yishadi-da. Ko'ryapsizmi? Algoritmga o'zi odamlar moslashib bo'ldi. 2x ni chiqardi Instagram, bo'ldi 2x deb odamlar 2x ni bosib ko'raveradi, videoni tezlashtirib ko'raveradi. Ko'ryapsizmi? Buni hammasi bizning miyamizga o'zi signal bo'lib boryapti. Ya'ni hamma narsa bizning diqqatimizni tortishga qaratilyapti-da. Chunki bizning videolarimiz o'zi bizning diqqatimiz uzun videolarga dosh bermayapti. Shuning uchun Instagramda ham agar video qo'yiladigan bo'lsa 2x ni yoqib qo'yildi. 2x ni biz bosib ko'radigan bo'lsak, bo'ldi, biz videolarni, ya'ni hammasi bizning diqqatimizni tortib qolish uchun qaratilyapti-da. Yana bitta narsani biling, buni hech qaysi bizning vaqt kamligi uchun, biz tezroq ma'lumotni olish uchun degan vaqtimiz kam bo'lganligi uchun bu narsa bo'lmayapti. Biz mana shu diqqatimizni ushlab qolishimiz bizda qiyin bo'lganligi uchun bizda 2x degan funksiya qo'shildi. YouTube yoki bir Telegramlarda 3x degan funksiyalari ham bor-da bu narsa. Men o'ylashim bo'yicha bu muammo juda ham ko'pchilikda bor va bu narsani tezroq agar o'zini diqqatini ushlab qolmasa, 2x emas, o'zini holatida 1x da videolarni video ko'rmaslikni nazarda tutmayapmi? Ya'ni video ko'rsangiz ham 1x da ko'rishingiz kerak. Agar 1x da ko'rmaydigan bo'lsangiz, sizda mana bu 2x ham sizga dosh bermaydi. Sizning miyangiz umuman oddiy videolarni, oddiy odamni gapirishi ham sizga hattoki yoqmaydi. Tasavvur qiling, meni kimdir hozir ham balki 2x ga qo'yib ko'rayotgan bo'lishi mumkin-da. Tezlashtirib ko'rayotgan bo'lishi mumkin-da videolarni. Tasavvur qiling, men bilan siz suhbatlashyapsiz hayotda, meni 1x da gapiraman, men 2x da unaqa gapira olmayman-da. Agar men 1x da gapiradigan inson bo'lsam, meni gapirishim sizga yoqmaydi. Aynan borib bu hatto bizning ijtimoiy hayotimizga ham ta'siri bor. Tushunyapsizmi? Bu bizning diqqatimizni qolishi bu bir tarafdan minus, ikkinchi tarafdan bu bizning odamlar bilan suhbatlashimiz yoki bir qanaqadir joyga kirganimizda bu bizni tez zeriktiradi, tez odamlardan bezor qiladigan holatga olib keladi. Shuning uchun sizga bu yoqdagi eng birinchi tavsiyam, hech qachon videolarni 2x da yoki 1.5x da ko'rmang. O'zini holatida. Chunki siz vaqtingiz ketayotganidan buni ko'rmayapsiz. Vaqtingiz bo'lmaganda o'zi kirmassiz bu yoqqa. Vaqtingiz borligi uchun siz uni tezlashtirib ko'raman degan ma'noda emas. Siz uni 1x ga ko'ring, baribir shu ma'lumotni olasiz. Maqsad sizning diqqatingizni yanada buzmasligi uchun sizga bu narsani aytyapman. 7-si fantom vibratsiyasi. Fantom vibratsiyasi aynan mana shu narsa bugungi kunda hammada uchrayapti. Ya'ni bu nima deyishingiz mumkin, men sizga hozir tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, telefonimiz kistamizda turadi, lekin hech qachon jiringlamayapti. Telefonimiz jiringlamayapti, xabar kelmayapti, SMS kelmayapti, hech nima kelmayapti. Lekin biz telefonimizni olamizda qaraymiz. Xuddi bizani kimdir eslaganda, xuddi bizga kimdir xabar yozganda. Ya'ni bu narsa qayta-qayta har 5 minutda, har 2 minutda bir xilla kun bo'yi telefonni olib yuradi. Aynan mana shu narsa fantom vibratsiyasi bo'ladi. Bu nimani anglatadi? Bizani telefon o'zi ajralmas hayotimizga aylandi. Telefon bizni bo'ldi, hayotimizga aylangan. Ya'ni biz telefonsiz yashay olmaydigan holatga keldik. Endi bu yoqda bizani diqqatimizni pasayishi uchun asosiy faktor hisoblanar ekan. Xo'p, 8-si psixologik charchoq. Psixologik charchoq hozirgi kunda hammamizda bor, ayniqsa shahar joyida yashaydiganlarda juda ham ko'p bo'ladi. Sababi bugun nima kiyaman, bugun nima yeyman, bugun qayerga boraman, bugun kim bilan uchrashaman, ko'chaga chiqadi, signal, shovqin, hamma narsa. Buni hammasi natijasida bizning miyamiz charchoq bo'ladi, charchoq paydo bo'ladi. Miya charchaganda nima qilamiz? Dam olib uxlaymiz. To'g'rimi? Yo'q, afsuski biz telefondan foydalanamiz. Chunki biz telefonni olganimizda boyagi narsa paydo bo'ladi. Biz o'zimizni xuddi dam olgandek his qilamiz. Aynan mana shu narsa bizning miyamizdagi diqqatimizni susayishiga asosiy sabab hisoblanar ekan.
Biza nima qilishimiz kerak? Charchadikmi? Bo'ldi, orada dam olishimiz kerak. Ya'ni telefonsiz o'zimiz tabiat qo'ynida yoki o'tirib uxlash kerak bo'lsa, uxlab olishimiz kerak yoki sayr qilib dam olishimiz kerak. Aynan mana shu telefonda olishimiz bizada psixologik charchoqlarni telefonda olsak o'zimiz dam olgandek his qilishimiz mumkin, lekin bu yanada bizani charchoqqa olib boradigan holat bo'lar ekan va buning natijasida bizning diqqatimiz juda ham battar pasayib borar ekan. Xo'p, 9-inchisi ijtimoiy taqqoslash. Ijtimoiy taqqoslash hozirgi kunda juda ham aktual bo'layotgan mavzulardan hisoblanadi. Ya'ni biza bundan oldin, internetlar rivojlanmasdan oldin biz kim bilan o'zimiz taqqoslaganmiz? Atrofimizdagi o'zimizni yaqinlarimiz bilan bo'lsa 20 ta odam bilan o'zimiz taqqoslaganmiz. Ya'ni shu odamni qolib ketyapman, shunaqa bo'lyapman deb o'zimizni 20 ta atrofimizdagi odam bilan taqqoslaganmiz. Bugungi kunga kelib, aynan mana shu narsa bizani yer yuzidagi yerda narigi chekkasida turgan odam bilan ham bizani taqqoslashga olib keladi. Yoki biz o'zimizni chiroyimizni dunyodagi eng chiroyli modellar bilan taqqoslayapmiz yoki o'zimizni pulimizni qanaqadir millioner insonlar bilan puli bilan biz taqqoslashga o'tib qoldik. Aynan mana shu narsa bizada psixologik juda ham hissiy charchoqni keltirib chiqarar ekan. Va buning natijasida biz juda ham bitta narsani ko'rganimizdan keyin bizada diqqatimizni juda ham susayish, ya'ni zaiflikka olib kelar ekan. Bizani miyamiz qanchalik bu narsa hissiy charchasa, biz hech qachon bitta narsani oxirigacha yetkazishga harakat qilmas ekanmiz. Aynan mana shu ijtimoiy taqqoslashda ko'pchilik taniydigan inson, men o'zim juda ham hurmat qilib kuzatadigan inson bu Shahbozbek Dolimov, ya'ni Shahar Dolimov deb bu kishini ko'pchilik bilishadi. Aynan mana shu insonni bergan tavsiyasi bor edi. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, Instagramda ham, qanaqadir YouTube platformalarida ham umuman kamayib ketdilar. Buni asosiy sababi aynan mana shu narsalarligini aytib ketgandilar. Ya'ni u kishi ham bu ma'lumotlarni asosiy faktlar sifatida, ya'ni hayotidan to'liq chiqarib tashlagan. Meni o'ylashim bo'yicha bu narsalarni biz ham o'zimizning hayotimizga, ijtimoiy tarmoqlarni ular bizani boshqarish emas, biza uni o'zimizga xohlagan vaqtimizda, ya'ni limitlar, cheklovlar qo'yib foydalanishga o'tishimiz kerak. Xo'p, 10-siga keldik. Eng katta muammo nima? Eng katta muammo Amerikadagi eng kuchli psixolog tadqiqotchilarning aytishi bo'yicha bu bizdagi telefon ham emas ekan. Bizdagi Instagram, Telegram, TikTok, YouTube unaqa platformalar ham emas ekan. Bu yoqdagi eng katta muammo iqtisodiyot bizning e'tiborimiz, ya'ni diqqatimizni tortishga qaratilib qolganligida ekan. Bu gapni sizga ozgina qilib tushuntiradigan bo'lsam, bizda birinchi telefon chiqqan vaqtida telefondan bemalol foydalanganmiz. O'sha vaqtdan bizning diqqatimiz yaxshi bo'lgan. Xo'p, platformalar chiqdi, Instagram, TikTok kabi platformalar chiqdi. Haligacha undan foydalanib diqqati kuchlilar bor. Ya'ni bu yoqda nima demoqchi? Bu narsada ko'pchilik kimdirlar o'zini bo'ldi, diqqatini topshirib qo'ygan. Aynan mana shu platformalar orqali o'zini topshirib qo'ygan vaqtini aniq belgilay olmaydi. Shunaqangi insonlar borki, hamma platformalarni o'z vaqtida ishlatadi, o'ziga kerakli bo'lgan narsani ishlatadi yoki kimdir o'zini auditoriyasi uchun ishlatadi. Kontent iste'mol qiluvchi sifatida emas, kontent yaratuvchi sifatida ishlatadi. Ya'ni platformalar bu zarar degani emas. Buni orqasidan kimdirlar o'zini oilasini boqyapti, kimdirlar o'zini rizqini shu orqali topyapti. Demoqchiman, bu yoqda shunaqa deyishmoqchiki, eng katta muammo bunda emas. Eng katta muammo bu odamni e'tiborini tortish, bu iqtisodiyotga qaratilib qoldi. Ya'ni pulga qaratilib qoldi. Ya'ni bu yoqda nima tushunishimiz mumkin? Eng katta platformalarning asosiy eng kuchli psixologlarni, eng kuchli dizaynerlarni, eng kuchli algoritm mutaxassislarni ular ishga olishyapti-da, aynan odamni aynan mana shu platformada qolish uchun ular vaqtini sarflayapti. Aynan mana shu uchun ularga pul to'lanyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu yoqdagi biza bundan o'zimizni qurbon qilmasligimiz kerak. Bu yoqda biz o'zimizni vaqtimizni, o'zimizni ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish chegarasini aniq belgilab olishimiz kerak ekan. Bo'ldi, bo'lgan ish bo'ldi. Ya'ni diqqatimiz agar pasaygan bo'lsa yoki diqqatimiz ozgina susaygan bo'lsa, qanday qilib endi diqqatni yaxshilash mumkin degan ustida men sizga ozgina ma'lumot berib o'taman. Siz shu joygacha siz diqqat bilan ko'rib kelgan bo'lsangiz, siz diqqatni yaxshilash bo'yicha birinchi mashqni muvaffaqiyatli bajardingiz. Endi sizga bu narsani ham kimdir to'g'ri bajardi, kimdir yana tezlashtirib videoni ko'rgan bo'lishi mumkin. Lekin endi men sizga shunaqangi ma'lumot beraman.
Bu ma'lumot 5 ta diqqatni yaxshilaydigan eng kuchli usul ekan. Aynan mana shu usulni men keyingi videoga sizlarga bu narsani bermoqchiman. Ya'ni chunki hozir bu videoni hammasi bitta joyga joylasam, ishoning video ko'p bo'lib ketadi. Bu narsa sizga zerikarli bo'lishi mumkin. Va shuning uchun men keyingi video orqali men sizga diqqatni yaxshilaydigan 5 ta eng kuchli usulni doskada kerak bo'lsa chizib, kerak bo'lsa o'zimda amaliyotda qilib ko'rsatib beraman va aynan mana shu usullardan ichida bitta eng zo'ri bor. Aynan mana shu usul sizni diqqatingizni 2-3 barobarga tezroq yaxshilar ekan. Aynan mana shu usulni men o'zimga qilib ko'rsatib beraman. Shuning uchun siz meni keyingi videomni ko'rish uchun hozir YouTube sahifamga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqchani bosib qo'yadigan bo'lsangiz, bu video sizning oldingizdan, xudo xohlasa keyingi video chiqishi bilan oldingizdan chiqadi. Videomizga bitta like bosib qo'ying va video haqida o'zingizda qanaqa fikringiz bo'ladigan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Yaxshi bo'lsa, yoqqan bo'lsa ma'lumotlar, o'zingiz yaxshi fikringizni yozib qoldiring. Agar yoqmagan bo'lsa ham yoqmadi deb kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Bu narsa sizning shaxsiy fikringiz, bu narsaga men qarshilik joyim yo'q. Yana bitta narsa, men o'zimning Instagram sahifam orqali ham doimiy ravishda o'zimning kunlik shaxsiy hayotimda, o'zimning keladigan insaytlar, o'zimdagi ma'lumotlarni ham Instagram sahifam orqali bo'lishib boraman. Instagram sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Instagram orqali kuzatib borsangiz ham o'zimning shaxsiy hayotimda nima bilan shug'ullanaman, o'zim nima ish qilaman, hamma narsasini Instagram orqali bo'lishib boraman. Aynan mana shu videoni siz xuddi mana shunaqa diqqati bilan bog'liq muammosi bor bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying yoki ular boyaga aytganimdek kitob o'qiy olmasa yoki bir narsani oxirigacha ko'ra olmasa, bitta joyda o'tira olmasa, tez odamlarda zerikadigan bo'lsa, aynan mana shunaqa tashxisi bor insonlarga bu video ular uchun juda foydali bo'ladi. Ya'ni ular ham bilsin qaysi tomonga qarab ketayotganliklarini. Siz u narsani prostak mana shu narsani ko'rgan deb, ya'ni ularning ko'ngliga tegmaydigan holatda videoni tashlab qo'ysangiz, xudo xohlasa hamma uchun bu video manfaatli bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aytganimdek, keyingi videoda o'zimda u narsani amaliyot qilib ko'rsatib beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.